Agar bu kitob topilsa, insoniyat taqdiri o'zgarib ketadi. Va eng qo'rqinchlisi, bu haqda tarix jim. Qadimdan bir sirli kitob haqida gapiriladi. Uni topgan odam butun dunyo sirlarini biladi, lekin uni izlaganlar qaytmaydi. Siz eshitganmisiz yoki yo'q? Bir muxlisimizdan kelgan butun dunyo sirlariga javob keltirilgan kitob borligi. U kitob qayerdadir eski qabrda yashirilganligi. Kimda kim u kitobni topib sirlardan voqif bo'lsa, oxir zamon boshlanishi to'g'risida yoshi keksa otaxonlardan eshitganligi. Ushbu sirlar kitobi haqida ma'lumot tayyorlab berish so'ralgan taklif e'tiborimizni tortdi. Va biz qo'ldan kelgancha bu taklifga tarixiy manbalardan ma'lumot tayyorlashga harakat qildik. Bunday ma'lumotlar ezoterik va qadimiy sirlar yo'nalishi ko'proq afsona yoki sirli rivoyatlar turiga kiradi. Tarixda shunga o'xshash ko'plab hikoyatlar bor, lekin ularning hech biri ilmiy jihatdan tasdiqlanmagan yoki sir saqlangan holda insoniyatning yashirin bilimlariga, koinotning ruhiy qonunlariga va unutilgan sivilizatsiyalarga asoslangan. Tarixda juda mashhur sirli bilim kitoblari haqida afsonalar yuradi. Dunyo madaniyatida bunday dahshatli sirlar va oxiratni boshlab yuboruvchi kitoblar nomlarini keltirib o'tamiz. Eng qo'rqinchli kitoblar Necronomicon, ya'ni O'liklar kitobi. Bu eng mashhur afsonaviy kitob Говард Lovecraft asarlarida tilga olingan. Bu kitobda qadimiy xudolarni uyg'otish va dunyo tartibini buzish sirlari yozilganligi keltiriladi. Shu sohada izlanish olib boruvchilar uni haqiqatdan ham borligi va qayerdadir yashirilganligiga shubha qilishmas ekan. Ikkinchi, Solomon, ya'ni Sulaymon kaliti. Rivoyatlarga ko'ra, Sulaymon alayhissalom barcha jinlar va tabiat sirlarini yozib, taxti ostiga ko'mdirgan. Uni topgan odam cheksiz qudratga ega bo'lishi, ammo bu dunyo muvozanatini buzishidan ogohlantirilgan deb keltiriladi. Uchinchisi, Hermes Trismegistroning Zumrad lavhalari. Bu kitobda koinotning bor siri yashirilgan deb ishoniladi. Afsonalarga ko'ra, u Misr piramidalari yoki qadimiy qabrlar orasida yashirilgan bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, ismi A'zam siri. Sharq rivoyatlarida shunday bir maxfiy kitob borki, uni bilgan inson barcha narsaga qodir bo'ladi. Biroq bu bilim noto'g'ri qo'llarga tushsa, qiyomat yaqinlashishi haqida gapiriladi. Bizning tavsifimiz arab va islomiy ruhda shakllanganligi sababli rivoyatlarda uchraydigan Sulaymon alayhissalomning Sehr kitobi haqidagi afsonaga juda mos keladi. Ushbu rivoyatning asosiy nuqtalari kitobning kelib chiqishi. Rivoyatlarga ko'ra, Sulaymon alayhissalom vafotidan so'ng jinlar va shaytonlar u kishi foydalangan sehr va sirlarni bir kitobga jamlab, uni Sulaymon alayhissalomning taxti ostiga yoki qabriga ko'mib qo'yishgan. Maqsad odamlarni Sulaymon bu qudratga Alloh bergan mo'jiza bilan emas, balki sehr bilan erishgan deb chalg'itish bo'lgan deydi. Shunday suhbatni yoshligida eshitgan ulamo. Oxir zamon bilan bog'liqligi ba'zi eskatologik oxir zamon haqidagi qarashlarda bu kitobning qayta topilishi insoniyat orasida fitna va sehrning kuchayishiga, natijada dunyo tartibining buzilib, qiyomat boshlanishiga sabab bo'ladi deb ishonilar ekan. Qur'oni Karimning Baqara surasi 102-oyatida Sulaymon alayhissalom davridagi sehrgarlar va shaytonlar ergashgan narsalar haqida so'z boradi. Unda shaytonlar odamlarga sehr o'rgatib kofir qilgani aytiladi. Izlanish jarayonida yana shunga o'xshash qiziq ma'lumotlarga duch keldik. Al-Jafr kitobi. Bu oddiy kitob emas, bu kelajak yozilgan hujjat. Al-Jafr islom olamida, ayniqsa tasavvuf va shiya an'analarida eng sirli va muqaddas hisoblangan yashirin bilimlar to'plami sanalgan. Bu shunchaki kitob emas, balki koinotning o'tmishi, buguni va kelajagi muhrlangan ilohiy ma'lumotlar ombori deb qaralgan. Ushbu sirli kitobning kelib chiqishi rivoyatlarga ko'ra, bu bilimlar Muhammad sallallohu alayhi va sallam tomonidan Ali ibn Abu Tolibga vasiyat qilingan. Ali raziyallohu anhu bu sirlarni Jafr, ya'ni arabchada yosh kiyik terisiga yozib qoldirilganliklariga ishoniladi. Bu qo'llanma ikki qismdan. Oq Jafr, unda oldingi payg'ambarlarning kitoblari Tavrot,
Injil, Zabur va haqiqiy Injilning asl nusxasi. Shuningdek, diniy hukmlarning botiniy, ya'ni yashirin ma'nolari borligi aytiladi. Qizil jafr esa bu qism ko'proq harbiy sirlar, kelajakdagi urushlar, hukmdorlarning almashinuvi va dunyo siyosatidagi o'zgarishlar haqida. Kelajakni bashorat qilish kitobida qiyomatgacha sodir bo'ladigan barcha yirik voqealar, fitnalar va xalqlarning taqdiri yozilgan deb qaraladi. Uni tushunish uchun ilmul jafr, harflar va raqamlar hisobi ilmini mukammal bilish talab etilgan. Islomiy rivoyatlarda bu kitob qo'ldan qo'lga o'tib, hozirda g'oyib bo'lgani va u faqat Imom Mahdiy chiqquniga qadar yashirin qolishi aytilgani keltiriladi. Mahdiy kelganda ushbu kitobni ochishi va undagi haqiqatlar bilan dunyoga adolat o'rnatishi ta'kidlanadi. Shunday kitoblardan yana biri Shams al-Ma'rifdir. Bu real mavjud bo'lgan arabcha kitob bo'lib, unda okkultizm va maxfiy sirlar yozilgan. U xatarli deb hisoblanib, ko'plab ulamolar tomonidan o'qish taqiqlangan. Shams al-Ma'rif al-Kubra ma'nosi ma'rifat quyoshi. Arab dunyosidagi eng sirli, bahsli va hatto xavfli deb hisoblangan kitoblardan biri. U 8-asrda jazoirlik sufiy va olim Ahmad ibn Ali al-Buni tomonidan yozilgan. Kitob asosan ilm al-huruf ma'nosi harflar siri, ilm al-vaqf sehrli burchaklar, astrologiya va jinlarni bo'ysuntirish haqida. Unda duo va talismanlarni qanday yasash bo'yicha aniq ko'rsatmalar keltirilgan. Nega xatarli? Islom olamidagi ko'plab ulamolar bu kitobni sehr jodu va shirk, Allohga sherik keltirish manbasi deb hisoblashadi. Aytishlaricha, kitobni o'qigan yoki undagi amallarni bajargan odam ruhan shikastlanishi, jinlar hujumiga uchrashi yoki hatto aqldan ozishi mumkin ekan. Bu kitobning asl, to'liq nusxasini topish juda qiyin. Ko'plab islomiy mamlakatlarda uni sotish va tarqatish rasman taqiqlangan. Hozirda sotuvda borlari ko'pincha tozalangan yoki qisqartirilgan nusxalardir. Rivoyatlarda bu kitobni shunchaki o'qish ham eshiklarni ochib yuboradi va inson hayotiga tushunarsiz baxtsizliklar olib keladi degan qo'rqinchli qarashlar yuradi. Al-Jafr va Shams al-Ma'rif orasidagi farq shundaki, birinchisi ilohiy bashoratlar kitobi, ikkinchisi esa amaliy sehr qo'llanmasi hisoblanadi. Bulardan tashqari, Vanga ham sirli kitob haqida o'z fikrlarini keltirib o'tgan. Vanga haqida gap ketganda, ko'pincha sirli kitob yoki uning bashoratlari yozilgan maxfiy arxivlar haqida ko'plab afsonalar mavjud. Shulardan o'zga sayyoraliklarning kitobi. Eng mashhur qarashlardan biri shuki, Vanga o'limidan oldin insoniyat kelajagi haqida ma'lumot bergan. Ba'zi manbalar bu ma'lumotlar maxfiy kitob shakliga keltirilib, maxfiy xizmatlar tomonidan saqlanayotganligini iddao qiladi. Lekin buni tasdiqlovchi rasmiy hujjatlar ochiqlanmagan yoki ochiqlashga ruxsat etilmagan. Vanga aytgan taqdir kitobi. Vanga ko'pincha har bir insonning hayoti yuqorida yozilgan bir kitobga o'xshashini aytadi. Uning tushunchasiga ko'ra, inson o'z taqdirini o'zgartira olmaydi. Faqat unga tayyor bo'lish mumkin xolos. Dunyo voqealari esa ma'lum bir kosmik reja asosida sodir bo'ladi. 4. Oltin kitob afsonasi qadimiy sivilizatsiyalardan qolgan va insoniyatning barcha sirlarini jamlagan oltin kitob haqida Vanga ma'lumot bergan. U bu kitobning qachonlardir topilishi va dunyoni o'zgartirish haqida ishora qilingan. Eng qiziq savol, agar bu kitoblar haqiqatdan ham mavjud bo'lsa, nega ular hanuz yashirin? Balki insoniyat hali bunga tayyor emasdir. Ha azizlar, bugungi kunda insoniyat ilm-fan va texnologiya borasida ulkan yutuqlarga erishayotgan bo'lsa-da, koinot va bizning borlig'imizda hali ham mantiqiy tushuntirib bo'lmaydigan sir-sinoat bo'lib qolayotgan hodisalar juda ko'p. E'tibor qarating. Muxlisimizni qiynayotgan savollarni oylar davomida o'rganishlar olib borar ekanmiz din peshvolari, eski qo'lyozma manbalar egalari va yoshi keksa shu yo'nalish bo'yicha suhbatlarda ishtirok qilgan nuroniylarning keltirgani shu bo'ldiki, bunday sirli manbalarning sirligicha qolgani, bu ko'rinishdagi ma'lumotlarni qiziqib ham izlamasligi ma'qul.
Aks holda tinch turgan qushlar bilan aloqa kanallari ochilib, ko'ngilsiz, hatto ortga qaytarib bo'lmaydigan jarayonni boshlash mumkinligidan ogohlantirdilar.